Elhamdülillah, Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha alamlarni terbiya qilib, bizlarni bor etib, bizlarni rizqlantirib turuvchi Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtov sanalarimiz bo'lsin. Barcha alamlarga rahmat bo'larak yuborilgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, uning oilasini, uning sahobalarına, ko'ngillaribizdan aytgan salomlarimiz, salovatlarimiz borib erishsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon qardoshlarimiz, allaqachongina Ramazon sharif oyina erishib, ro'zalar tutib, Ramazon sharif oyin uzatib yuborgan edik. Endi Allohning rahmati bilan muqaddas bo'lgan Qurbon sharif, Qurbon g'ayiti yaqinlashdi muhtaram jamoat. Alloh subhanahu va taolo shu muborak kunimizni, g'ayit namozlarimizni o'qib, ilarimizga qaytib qurbonlarimizni sholib, Alloh Rabbimizning ajr savoblarini, rizoligini erishirga nasib eylesin. Sholgan qurbonlarimizning itida, qonida, terida Allah Teala'ga erishmay, balki bizning taqvoligimiz, niyatimiz Allah rizoligi uchun, Allah Teala qo'shqani uchun deb qurbon chaluvimizdan muhtaram jamoat. Inshaalloh 31-iyul kuni ertangi 5da rayon o'zagidagi stadionga jiyilib, Qur'on bilan boshlab jibarib, inshaalloh ham endi va'z, o'git, nasihat tinglab, ham ondan so'ng g'ayit namozini o'qirmiz deb kutamiz inshaalloh. Ham endi shu Qurbon g'ayiti namozi o'qilgandan so'ng biz qurbonlarimizni inshaalloh olamiz. Balki g'ayit namozina boriga mumkinchiligi bo'lmagan kishilar bo'lar. Ular baribir g'ayit namozlari o'qilgan vaqtda ketib, o'zlarining jirlikdagi shu g'ayit namozi o'qilgandan so'ng qurbonlarimizni sholov durust bo'lacak. Shunga ko'ra bir soriqni bir kishiga atab, falan o'li falan ismini deb, bismillahi Allohu akbar deb hamda sholgan vaqtida Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar va lillahil hamd deb qurbon tinchlangan cho'q shu takbirni aytib tursak yaxshiroq bo'lar muhtaram jamoat. Ham endi shulay olim alshalarga niyatlagan kishilar 7 kishi jiyilib olim alshalala, ham endi 5 kishida jiyilib olim alshalala, 1 kishida olim alshalala savobi o'zine bo'lacak. Shunga ko'ra muhtaram jamoat, qurbonlarimiz bor, tek Alloh rizoligi uchungina bo'lsin. 7 kishi jiyilib, shuning 7 kishining birsi it niyati bilangina qo'shilsa-da, qurbon birsinikida durust bo'lmayacak. Shunga ko'ra niyatlarimiz bor, tek Alloh rizoligi uchun qurbon chaluvlarga tish muhtaram jamoat. Ana ish yilishga bularga tog'ida savoblar. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, bir ilshin muhtojlarga, miskinlarga taratыңыз, bir ilshin tug'anlaringizga, ham endi bir ilshin o'zingizga qoldirыңыз dedi. Butun kelish o'zingga qoldirsang da bo'lar. Ammo Peygamberimiz aytdi, tog'ida savoblar, ana ish yilishga bo'lib taratu dedi. Shunga ko'ra muhtaram jamoat, oilabizda 16,000 burchlardan tish oqsha bor ekan. Ham endi inkimida bir soriq chalnirga tish bir kishiga atab, 2 kishiga atab bir soriq challarga yaramay, baritik bir kishigagina atab chalnirga tish. Ham endi kishining so'nggi sorig'i bor. Aytganda u soriqni da agarda challarga tilagi niyati bor ekan, Alloh taolaga rizo, Alloh taolaning rizoligini qozonirga niyati bor ekan, ul itni, ul qurbonni chalib butun kelish o'zini qoldirsa da yaray. Bunda baritik Alloh taolo bizning niyatimizga, taqvoligimizga qarayashaq. Shunga ko'ra muhtaram jamoat, hali mumkinchiligimiz bor. Alloh taolaning rizoligini erishirga Alloh taolo vaqt bergan. Allohga shukr. 3 kun davomida ertaga g'ayit namozi o'qilgandan so'ng 31 kunni, 1-avgust kunni, 2-avgust kunni quyosh boyigancha xatli qurbon shollarga bo'lar. Aytik 31 kunni quyosh boyigandan so'ng. Shulay birisi kunni quyosh boyigandan so'ng da endi qurbon shaluv makruh sanaladi. Agarda endi yoqtiliq bilan yoqti yerda o'tlar yoqtirtib, shunday joylanmalar bo'lar ekan, u vaqtda makruh bo'lmas. Ni uchun makruh deb aytiladi? Quyosh boyigandan so'ng qorong'i bo'lib, ya o'zingni yaralarga mumkinsin, ya endi hayvonga qiyinlik, og'irlik keltirgan mumkinsin. Shunga ko'ra endi u makruh sanaladi. Endi butun o'ng'ayliklar tug'dirilar ekan, quyosh boyigandan so'ng da endi qurbonchalarga bo'lar muhtaram jamoat. Birinchi kunida eng savobli. Payg'ambarimiz aytdi, birinchi kunida endi qurbonchalarga tirishig'iz dedi. Shunga ko'ra chalgan qurbonlarimiz qabullardan bo'lsin. Alloh nasib etsa
Gayet namazı okugandan soң biz endi үзәк, endi mal сою урынына җыелабыз һәм инде шулай ук инде безнең Сугаз оешмасының ишек алдына җыелабыз, сарыкларны сайлап, корбаннарыбызны сайлап, инде шунда урында чалдырып, инде итләребезне бүлгәләп тиешле өлешләргә, инде алып кайтып китәргә була мөхтәрәм җәмәгать. Барыгызны да шушы гайет намазы белән, гайет бәйрәме көне белән тәбрик итәм. Аллаһ Тәала барыбызга да шушы бәйрәмнәргә ирешеп, иншаллаһ, гайет намазларында һәм инде корбан чалган урыннарда күрешеп, инде туганнарыбызны, якыннарыбызны котларга һәм безгә дә насыйп иләсен. Сәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуh.